Abduqodir Husanov murabbiyasini olib kelyapti mana. Senga hadya futbolning dadasidan. За все, что ты делаешь в футболе. Иншаллах, чтобы было таких ребят в Узбекистане побольше и процветали страну. Давай, поздравляю. Tabriklaymiz. Qarshi jamoaga. O'zingiz beraymi? Yo, siz o'zingiz bering keyin. Mana bismillah. Qani, ko'rsatamiz mashinani. Ya subhanalloh. Wow. Bu qanaqa paketi bu Ibrohim? Bu eng full night paketi. Wow. Gelenwagen night paketini hadya qildilar. Qali aka, это гордость, да, такой. Радость. Заслужил. Abduqodir his tuyg'ularingni gapirib yubor nimadir deb. Rahmat deyman sizlarga. Mayli. Qiynamaymiz vaqtda. Ko'zlarini qaranglar, krupnik bilan. Ha, gapirsen-chi. Полный tonirovka, bronировка, Polik, molik, antiradar hammasi. narsasini biza qilib beramiz. Kelishdimi? Ko'rmanasiga aka. Ko'rmanasiga avtotuning bilan Ibrohim bilan kelishdik. Xolasa. Bo'ldi. Ana 5, ana 5. Bo'ptimi? Ana adalari bilib qo'yinglar. Abduqodir qilgan inson mana bo'ladi. O'zbek futbolining legendasi Hikmat aka. Poyez aslida bu bo'lgan boshida. Gap yana Abduqodir sekin chiqib ketyapti. Voydot. Oo! Abduqodir aka yomon. Har bir ota-onaga nasib qilsin. Shunaqa. Futbolchilar ko'payaversin. Xudo xohlasa men ham o'g'lim futbolchi inshaalloh. U ham shunaqalar nasib qilsin. Gap yo'q aka, siznikini ham mana shunaqa kutaveramiz, xudo xolasa.